alaykum aziz tomoshabinlar. Barchangizni kirib kelgan muborak Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan Haqqoq.uz sayti jamoasi nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda omad, barcha yaxshi niyatlaringiz ushalishda tilakdoshmiz. Mana bugun Mag-City parkidan jonli efirda intervyu olib boryapmiz. Bayramlarimizni va reportajlarimizni sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Biz bilan birga bo'ling va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, like bosishni unutmang. Assalomu alaykum O'zbekiston, Toshkent, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun 21 mart yangilanish kuni. O'zbekistonimda yana bir kun, yangi kun, yangi yangilanish bayrami. Hammanglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Har doim yangilanib, yosharib yurish nasib qilsin. Ayollarimiz go'zallikdan charchashmasin. Har doim ularni latofat hech qachon farq etmasin va O'zbekistonimiz har doim tinch bo'lsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Kelayotgan Navro'z meromiмен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қазақстан халқыма Toshkent қаласынан жалынды сәлем.